Biz yuqorida bekorga ertangi kun bayramini eslab o'tmadik. Hozirgi dasturimizga taklif etgan mehmonimiz ham ustoz san'atkor Oxunjon Madaliyevning g'oyibona shogirdlari. Ular bilan hozir suhbatlashamiz, ajoyib taronalarini eshitamiz. Keling va ustozimizni, ustoz san'atkorni eslab o'tamiz. Nima deysiz? Albatta, yaxshi bo'ladi. bo'ladi. Tanishtirib o'tsangiz. Sherobod tumanidan tashrif buyurgan havaskor, ijodkor Ilyos Nazarov studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ilyos aka. Assalomu alaykum. Bugungi kun muborak bo'lsin deymiz. Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatimiz zo'r. Mana bugun televideniyaga kelganimdan juda xursandman. Sizlarning ishlaringizga omad. Shu ustozlarimizni xotirlab bir qo'shiqlar qilganmiz. Juda hurmat qilib san'atini Oxunjon Madaliyev ustozimizni. Shu ijodda yuribmiz. Yuqorida aytib o'tdik, Oxunjon Madaliyevning g'oyibona shogirdlari deb ta'rif berdik. Keling, ushbu ta'rifni o'zingizdan eshitsak, qanday qilib ushbu san'atkorni qo'shiqlariga qiziqib qolgansiz? Qiziqishingiz qanday boshlangan? Aynan nimadan boshlangan? Keling, ushbu yoshligimizdan shu Oxunjon Madaliyev qo'shiqlarini eshitib, qiziqib san'atiga, ularni havas qilib, qo'shiqlarni aytib, shunga qiziqib, ularni xotirlab borib uylariga qo'shiqlarni yozib shu kelganmiz. Demak, siz Oxunjon Madaliyev bilan o'zlari bilan ham ko'rishgansiz. O'zlari bilan ko'rish, shu armon, qo'shiqda ham aytilgan, hozir qo'shig'imizda ham o'zlari yoniga borib, shu televideniya orqali ko'rib, havas qilib shunday san'atga. Ko'rishish biror marta ko'rishmagansiz. Yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zingizni ularning shogirdidek his qilasiz. Juda ham shu yaqin hurmat qilib, juda ham sevaman san'atni. O'z umuman olganda barcha qo'shiqlari juda ham ajoyib, ma'noli so'zlarga boy bo'lgan qo'shiqlar, taronalar. Aynan sizga qaysi taronalar ko'proq yoqadi? Men hammasini ham yaxshi ko'raman. Hammasini, bunisi qolmay, bunisini xirgoya qilib berasiz mana shu bizni kuzatayotgan aziz teletomoshabinlarimiz uchun. Xotira kunlariga o'zi xotiradek bo'lib qolgan qo'shiqlar bor-ku. Soyaman ortingdan, ustozning qo'shiqlari. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan, tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarini. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarini. Gap yo'q. Ovozlari ham o'xshab ketar ekan. O'zi qo'shiq aytishga qiziqish qachondan boshlangan? Aynan Oxunjon Madaliyevni qaysi qo'shig'ini birinchi tinglagansiz va shundan keyin men shularning shogirdi bo'laman deb turib Sendadur xayolim degan qo'shiqlar bo'ladi. Keyin qo'ynimda bir yor, turkman qiz, shu yoshligimda shu esim tanibmanki, san'at sohasiga qiziqishim shu Oxunjon Madaliyev qo'shiqlaridan boshlanganda. Hozirgacha bo'lmasa, hozir aytib o'tganingizdek, xotiraga bag'ishlangan qo'shig'ingizni tinglasak birgalikda. Rahmat, tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Bir lahza ham yuragimdan ketmaganim, bir marta ham qo'llaridan tutmaganim, alam qilib yonidan ham o'tmaganim. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Alam qilib yonidan ham o'tmaganim. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Keldim bosgan izlaridan yurayindi, ustozimning yaqinlarin ko'rayindi. Haqlariga ko'p duolar qilayindi. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Haq
xalqlariga ko'p duolar qilayindi. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Ketib qolishlari taskin bo'lar qolgan kuyu xonishlari. Havasmidi shunday kuylab yonishlari. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozim Farg'onaga. Ketsalar ham tushlarimga kirib turgan, qayga borsam xuddi meni ko'rib turgan. Qilichbekning ko'zlarida kulib turgan. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Qilichbekning ko'zlarida kulib turgan. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Sheroboddan yo'qlab keldim ustozimni Farg'onaga. Albatta. Ilyosbek aka, sizga rahmat ajoyib tarona uchun. So'zlari ham juda ham ajoyib. Keling, ushbu qo'shiqning she'rini, musiqasini kim tayyorlagan? Muallifi kim? Muallifi shu ustozimiz Shuhrat Ahmedov Farg'onadan. Shu Oxunjon Madaliyev ustozimiz bilan birgalikda ko'p qo'shiqlar qilgan, she'rlarni yozib bergan, musiqalarni bastalagan. O'sha inson aytdilarki, bir senga mos bir she'r yozib beray, bu Farg'onaga kelasang, klipni ham o'sha yerda olamiz. Ham ustozni bir ziyorat qilib, shuning tariqasida klip olinadi deb maslahat berib, shu yo'nalishda aytgan menga. Har qancha vaqtda ustozni borib xotirlaysiz? Ustozni har yil tug'ilgan kunlari 21-mayda shu tug'ilgan kunlarda u yerda juda konsert bo'ladi. Muxlislari keladi xonadoniga. Yana Qilichbek Madaliyev konsert qo'yadi Farg'ona shahrida. Shularga borib tomosha qilib turamiz ustoz. Farzandlari sizni mana shunday muxlis ekanligingizni, g'oyibona muxlis ekaningizni, shogird ekaningizni biladilarmi? Biladilar, bizga ham kelib turadilar o'zlari. To'ylar qilsak, Qilichbek Madaliyev. Yaxshi inson, shu ustozni ko'rgandek bo'lib turaman ko'rgan. Juda ham ajoyib. O'zi umuman olganda g'oyibona muxlisni eshitganman, lekin g'oyibona shogirdni mana ilk marotaba mana shu Ilyosbek akada ko'rib turibman. Juda ham ajoyib. Ta'rifga tilojiz Ilyosbek aka. Ustozlarimiz aytib o'tishdi boyagina, mana shu dastur boshlanishidan avval 90-yillarda mana shu Oxunjon Madaliyev san'atkor ustozimiz mana shu studiyaga, siz o'tirgan joyga o'tirgan ekanlar, studiyamizga kelgan ekanlar. Endi ustozlarimiz aytishdi, bu ham baxt. Mana endi esa siz g'oyibona shogirdlari bugun mana shu studiyamizda mehmon bo'lib keldingiz. Sizga bugungi dasturimizga kelganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Keling, fursatdan foydalanib bizni kuzatayotgan aziz vohadoshlarimizga, tumandagi mahalladoshlaringizga, hamkasblaringizga salomlar, tabriklar bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Ana undan keyin sizdan yana bir ajoyib taronani tinglaymiz. Shu oilaviy onajonim ko'rib turibdi hozir, qiziqib salom yo'llayman. Vaqtimga omon bo'lsin.
Muxlislarga ham salom. Men hamkasblarim ijodiga omad tilayman. Hammasini hurmat qilaman. Mana shu xotira kunida o'tganlarni ruhi obod bo'lsin. Qadrlab yuribmiz. Shu. Tashakkur, albatta. Bugun dasturimizga kelganingiz uchun, ajoyib xotiralar uchun, suhbatlar uchun ham sizga rahmat. Ana endi esa sizdan aytib o'tganimizdek ajoyib taronani tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Meni shunday yaratgan Alloh, menga ko'ngling ko'zi bilan boq. Meni shunday yaratgan Alloh, menga ko'ngling ko'zi bilan boq. Qilaverma meni ko'p so'roq, sevsang meni shundog'imcha sev. Yuragimni o'g'irlagan sen, negadir o'g'irlatgan men. Yuragimni o'g'irlagan sen, negadir o'g'irlatgan men. Ham o'jarman ham bir bag'ri keng, sevsang meni shundog'imcha sev. Ham o'jarman ham bir bag'ri keng, sevsang meni shundog'imcha sev. Sevsang meni sev, sevsang meni sev, sevsang meni shundog'imcha sev. Sevsang meni sev, sevsang meni sev, sevsang meni shundog'imcha sev. Men yaltiroq baxtni suymayman, soxta ishqdan kechib kuymayman. Haqiqatga qabo uymayman, sevsang meni shundog'imcha sev. Topganim shu ko'ksimda iymon, hamrohlarim orzu va armon. Qilaverma shubha-yu gumon, sevsang meni shundog'imcha sev. Qilaverma shubha-yu gumon, sevsang meni shundog'imcha sev. Sevsang meni sev, sevsang meni sev, sevsang meni shundog'imcha sev. Sevsang meni sev, sevsang meni sev, sevsang meni shundog'imcha sev. Baxtlimigin o'zim tanlayman, senga mehr bilan qarayman. Sizlamayman, seni sellayman, sevsang meni shundog'imcha sev. Ming bor o'yla, ming bora kuzat, ko'zlarimni tinmayin so'zlab. Shudir deyman Tangrimdan qismat, sevsang meni shundog'imcha sev. Shudir deyman Tangrimdan qismat, sevsang meni shundog'imcha sev. Sevsang meni sev, sevsang meni sev, sevsang meni shundog'imcha sev.
sen yine shundog'im Olqishlab qo'yamiz. Juda ham ajoyib tarona. Ishqilib, bu qo'shiqni yangam uchun atab aytdingizmi hozir? endi sevgi muhabbat haqida endi bu qo'shiq birontaga atalmagani shu oshiqlarga atalgan. Albatta, juda ham ajoyib. Bugungi dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun, ajoyib qo'shiqlar uchun sizga yana bir bor rahmat deymiz. Keyingi dasturlarimizda sizdan ajoyib taronalar bilan kutib qolamiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sizni kuzatib qo'yamiz.